Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar, xudo xolisa bugun o'sha mashhur qo'y boqish sirlari bo'ladi, o'sha mashhur Boburjon. Assalomu alaykum Boburjon. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Azamboy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juma ayyomimiz muborak bo'lsin. Xudo xolisa endi yil chislalarda aytib ketsangiz, Azamboy yaxshi bo'ladi. Bugun hafta kuniga juma ayyomi hammaga muborak bo'lsin deyapmiz. Videolarimiz xudo xolisa Namangan tumani Tepa-Qo'rg'on qishloq o'sha mashhur arzonchi optimchi Boburjonni xudo xolisa qo'y fermalarida desak ham bo'laveradi. Akalar, xudo xolisa juma bo'lsa 2025-yil 25-aprel. Xudo xolisa bo'lmasa Boburjonni o'zlari. Azamboy, Boburjon. Obunachilaringizga bugun chiroyli qo'y baqish ma'lumotlari bo'ladi. Nech puldan olinadi, nech puldan sotiladi, qancha daromad qilinadi, nechta qo'y olib boqish kerak degan savollarni hammasiga videoni oxiriga ko'rishsa javob berib ketamiz. Videoni boshida bittadan like, kommentariyaga Boburjon otangga rahmat, gaziga bos, omadingni bersin deya yozib ketishadi. Biz xursand bo'lamiz va ma'lumotlarni bir boshdan boshlaymiz. Boshladikmi? Tamam, yomonsan biz sekin videolarni boshlardik, Boburjon. Mashhur Azamboy sehrli qozonimiz. O'sha mashhur Bu sehrli qozon deyilishining sababi Azamboy o'zi katta qozon, eng katta razmerdagi. 2 qop yem sig'adi, 1 qop makka, 1 qop bug'doy. 2 qop yem sig'adi, 4 qop bo'lib chiqadi. Sababi shunda, sehrli qozon. Sekin ko'rib tursin, xudo xolisa ma'lumotni berasiz, Boburjon. Ma'lumotini beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Azamboy. Boburjon. Ichida yemi bilan ertanman endi yemi berilgan mana. Yemi berilgan. Makka bug'doy. Mana. Azamboy mo'g'ara. Boburjon. Makkani tagiga bosiladi, bug'doyni ustiga. Nimaga? Sababi Makka sal sekinroq shishadi. Hop. Pishadi-da. Shunday. Tez pishadi. Shuning uchun Makkani tagiga solishlarini so'raymiz obunachilarimizdan. Tagiga Makkani ustiga bug'doy solinsa, ustini yopib, suvni mana. Mana shu Makka bilan bug'doy bo'lsa, hop. 5 sm suvni o'tkazib, quyib, qopqog'ini yopib, keyin tagiga o't yoqsa, bu hovri o'zini hovri bilan pishadi. O'zini hovri bilan pishadi. Tushunarli. Endi Azamboy. Boburjon. Beyda hozir Beyda asosan boqilayotgan emas. Hop. Bilishadi obunachilaringiz. Oldi sotdida qo'ylar. Endi buni kilogrammlarini nech puldan yeydi, shu ma'lumotlarni men o'zim hisoblab beraman. Hop. Beyga kelgan qo'yga hammasiga keldi-ketdi qo'yu, hammasiga yemi ham, hashagi ham, kakpolovni beriladi. Ha, nimagaki sababi bular hammasi daladan keladi. Yem yemagan qo'ylar. Endi beytga olib kelib, yemlarni bermasak, yem yemagan o'rgatib, undan keyin dehqonlarimizning qo'liga tarqatiladi qo'y. Bug'doy makkasini yeydi, o'rgatib, undan keyin nimagaki beyda faqat qisir sovliq. Boladan ayrilgan qisir sovliq. 90% shunday, qo'chqor ya qo'zi kamdan kam keladi. Asosan kelmaydi, to'g'rimi? Bilasiz. Shunday. Chiqarib yurgansiz. Endi birinchi bu yemni ma'lumotini beramiz, keyin qo'ylarni qanchadan olib boqish kerak, qancha foyda qiladi. Ash ma'lumotlarni men keyin sekin berib boraman. Bo'ldi, gap yo'q. To'g'ri, boshlardik, Boburjon. Endi bitta qo'y. Tirik vazni примерно 50 kiloli qo'y. Hop. Buni Makka bug'doyni birinchi boshlaganda Azamboy 1,5 kilodan boshlashaveradi. Birinchi boshlash. Ha, 1,5 kilo xoma, 1,5 kilo xomini yemdi. Qaynatib 2 ga bo'lib beriladi. Shunda 1,5 kilo yemimiz pishganda 1 kilo bo'lsa, 1,5 kilodan ertalab kechqurun. Endi uni sekin ko'paytirib 1 kiloga olib boriladi. 100 gram qo'shiladi. Qo'shilib boriladi, bora. Shunday qilib o'rgatiladi. Unda birdaniga 1 kiloni berilsa, bo'kadi. Azamboy mana. Yemimiz qanday pishibdi? Yaxshimi, xudo xolasa mana. Tagiga ko'rdingizmi, suv yo'q. Shuni mashina o'zini berasizmi, kepak aralashtirib berasizmi? Buni kepakka aralashtirib beriladi. Buni juda ko'p videoda gap chiqqanmiz. Kepakni nomiga qo'shib beriladi. Nimagaki kepakning foydasi yo'q. Shunday qorin to'ysinga olasizmi? Qorin to'ysinga ham buni Makka bug'da ko'yniga tiymasinga aralashtirib beriladi. Mashalloh, akalar, mana qara Makkalar o'ta katta bo'lib ketayotganda, Boburjon haqiqatan yirilashib ketayotgan. Eksarga ko'payadi shu borga. Mana. Suv yo'g'ib ketibdi, Boburjon qarang. Suv mana tagini o'shancha bekarga ochmadim. Suvi
tugaydi. Suvni nimagaki qopqog'ini yopilsa, har qanday qozonni dimlanib, suvi o'ziga tortib oladi. Makka ham, bug'doy ham. Makka bug'doy tortib oladi. Endi shuni tavsiya qilib qolamiz azizam bo'y. Hop, endi yemni ma'lumotini berdik-a. Hop. Bu 40 minutda pishadi mana shu qozonimiz. 40 minut, 45 minutda. 45 minutda pishadi. 45 minutda. Bundan kichikroq qozonlar bo'lsa, undan-da tez pishadi. Tez pishadi. Endi asosiy ma'lumot qo'yamiz, qo'y tarafga o'tamiz. Qanchadan olingan, qancha necha oy boqilsa qanday daromad qiladi, shu ma'lumotlarni beramiz. Nima dedingiz? Bo'l, Boburjon, asosan shu hamma maqsadi tirikchiligi Boburjon, shunday. Bu videoni qo'yishimizdan sabab Azamboy 100 ta, 200 ta, mingtalab to'g'rimi obunachilari ko'ryapti. Ularning ichidan 100 ta odamdan 10 tasiga bu foydali bo'lib tirikchiligini yurgizib kelsa, biz shundan xursandmiz. To'g'ri gap akalar. Qaysidir foydali bo'lib qolish mumkin akalar mana. Buni o'z obunachilar biladi. Azamboy beyda bari qisir sog'liqlar. Qisir sog'liqlar. Suyaylik boladan yangi ajragan qisir sog'liqlar, ha. Xo'p. Hozir bu o'zimizda asosan sotuvdagi qo'yiladi. 2.700 ming so'mdan sotilyapti. Shunday. 2.700 ming so'mdan. Endi buni mashinday qilib tavsiya qilamiz-da. Narxi 2.700 ming so'mdan bo'lsa deymiz, to'g'rimi? Hop. Mana shu qo'ylar 35 kilo bilan 40 kilolik bo'ladi. 40 kilolik bo'ladi, shunday. Endi buni mendan olishadimi qo'ydi? Bozordan olishadimi? Boshqa dehqon akalarimizdan olishadimi? Bemalol olib boqsin, sotib berishga kelganda xudo xolisa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qassoblar hamma yo'q, yetarlicha bor qassoblar. Bu degani endi 50 ta qo'y boqsangiz ham bu optim-a? 50 ta 100 ta boqsa 50 ta qo'yni bir kunda so'yib olishga sharoiti bor. Shu qassoblarimizda. Bor. Bemalol puli tarozini ustida beriladi. Nasiyaga olib sotdini men hech kimga ravo ko'rmayman. To'g'ri, naq pul yaxshi, to'g'ri. Naq pul ustida xudo xolasa. Qo'ylarni ko'rsatasiz, bular azamba 2.700 ming so'mdan bo'lgan. Hozirda buni so'yib olish 105 ming so'm bo'lyapti ekan. 105 ming so'm so'yib olish. 105 ming so'm. Bular 35 kilo bilan 40 kilolik bo'ladi. 35 kilo 40 kilo. Bu degani qarang, ha? Mana kalkulyator. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti, ha. Buni olasiz. Hop. Qarang. 38 kilolik bo'lsa mashg'ullarimiz, to'g'rimi? 105 mingni ko'paytiramiz, 38 kilo o'rtachana. 3.990 ming so'm, to'g'rimi? Bundan ayiramiz, qo'ydi asl narxi 2.700 ming so'mga olingan deylik, to'g'rimi? 2.700 ming. Bu Azamboy bor narsa. Beyda 38 kilo emas, 40 kilo ham xotirjam qiladi qo'ylar. Yaxshi baqsa 50 kilolikgacha bo'lsa kerak menimcha. 40 kilolik qilsa ham odamni to'ydiraveradi. Nimagaki 2 oy, 2,5 oyda qo'ylar yetiladi. Shunday 2 oy, 2,5 oy, 3 oy. 3 oy deylik, bor 3 oy deylik, to'g'rimi? Beyda qarang, ko'rsating. 1.290 ming so'm, pashti 1.300 ming so'm hisob foyda qoladi. Endi bundan Azamboy qarang. Yem hashagini chiqartirishamiz. Oyiga bitta qo'yg'izib 100 ming emas, 100 mingdan ham ko'p. 120 ming so'm hisoblaymiz. Ha. 120 ming yeganda ham, ha? 3 oyda 360 ming so'm, to'g'rimi? Bundan ayiramiz 360 ming so'm, to'g'rimi? Ha. 930 ming so'm bor. Mana buni 120 emas, 130 mingdan bo'lsa qarang. 130 mingdan bo'lsa 390 ming bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. 900 ming sof foyda qoladi. 900 ming so'm. 900 ming so'm. 2,5 oy 3 oyda. Bor 3 oyda hisobladi. Yem hashagi bilan, to'g'rimi? 900 ming so'm bor narsa. Buni qo'ylarimizda 38 kilodan tayyor bo'lsin dedi, to'g'ri? Shunday. 38 kilo, 40 kilodan bo'lsa u yana dehqonimizning baxti. Nimagaki beyda yosh katta qo'y bari. Yosh kattaroq. Nimagaki yosh mana. Hozir men 20 yoshman, to'g'rimi? Shunday. Yonimda 30